Bizlar Xitoydan 8 yuanli tovarlarimiz va nihoyat yetib keldi. So'mda 13 ming so'm bo'ladi. O'zim Xitoyga borib, detskiy ishlab chiqarish fabrikada obzor qilganman. Bu yerda to tug'ilgandan boshlab 17 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizniki har xil modeldagi kiyim-kechaklar bor. Tovarlar to'la. Juda ham ko'p. Voy, oxiriga yetib bo'ldi. To qilib ishlagan qaranglar. Mana qaranglar, juda ko'p. Mana boy ko'rsatgan, o'zim borganimda sizlarga realni ko'rsatish uchun zakaz qilib, mana 3 qop detskiy kiyimlarni olib keltirdim. Bularni sifatini sizlarga birma-bir ko'rsatib o'taman. Qaysi sifatiga просто gap bo'lishi mumkin. Har bir model shunaqa upakovkada o'zini brend ishlab chiqarish fabrika belgilari bilan keladi. Qizlar akkuratniy bo'lgan holatda sizlar bu fabrika bilan bemalol kiloli tovarlarga biznes qilsanglar bo'ladi. Hozirda kiloli tovar biznesi juda ham trend bo'lib ketgan. O'zimizda Optimdan olib sotaman desanglar, eng kamida eng arzoni 160 ming so'mdan olib sotishyapti. Agar sizlar o'zingizlar Xitoyga zakaz qiladigan bo'lsanglar, mana shu tovarlar sizlarga 100 ming so'mdan qo'lingizga kargosi bilan yetib keladi qizlar. Qizlar bu yerda donasi emas, kilosi haqida gap ketyapti. 1 kilo detskiy tovaringlar 100 ming so'm, даже undan ham arzonga tushadi. Siz joylar kiloli tovar biznesi bilan shug'ullanaman desanglar, kursim uchun Xitoyga borib eng arzon bo'lgan kiloli tovar biznesi uchun kontaktlar yig'ib kelganman. Kursimda 10 ta yo 20 ta kontakt bilan cheklanib qolmaysizlar. Kursim uchun juda ham ko'p kontaktlar yig'ib kelganman. Aynan shu arzon tovar kontaktlarini o'zi 300 tadan oshadi. Bu yo'nalishda faqat sizlar detskiy bilan cheklanib qolmaysizlar. Obuvlar, kosmetika, pijamalar juda ham ko'p yo'nalishda kontaktlar bor qizlar. Arzon sumkalar deysizlarmi? Brend sumkalarni eng ishlab chiqarish Optima, sizlar ularni ham kiloda sotsanglar bo'ladi. Xullas, bu Xitoy kursimda siz tikkan pulingizni birinchi zakazingizda yo'q 10 barobar foyda bilan chiqarasiz. Sizlar uyda o'tirgan holatda ham uy ishlarini eplab, ham bolalarga qarab, mana shu biznesni bemalol qilsanglar bo'ladi. Daromadi bo'lsa, ko'chada ertalabdan kechgacha ishlab pul topayotgan ayollardan ko'proq bo'ladi ishoninglar. Kursimga yozilmoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va direktga murojaat qilsangiz, WeChat kursim haqida hamma ma'lumotlarni sizga yuboraman. Mana shu videoni biznes qilmoqchi bo'lgan tanishingizga sekingina yuborib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi.